أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 22. Sure Hajj Medinede nazil bo'lgan 78 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey insonlar, Parvardigoringlardan, ya'ni azobidan qo'rqinglar. Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. O kunda har bir sut emitayotgan ayol qattiq qo'rqinishdan tingirqab qolish bilan emayotgan bo'g'ini unutadi. Har bir homildor ayolning bo'yidan ajrab ketadi. İnsanlarni mas ko'rasan, holbuki ular haqiqatda mas emas. Demak, qiyomatning dahshati ularni asoshidan ketkizib o'tgan. Lekin Allohning azobi qattiqdir. Ba'zi kishilar Allohning qudrati va sifatlari ustida hech qanday dalilsiz munozirlashadi. Har bir sarkash shaytonga, ya'ni haqdan to'squvchi kuffarlarning katiboshlarga agishadi. Alloh hukm qiladi-ki, kimki shaytonga agishadi ekan, shayton uni ozdiradi va jahannamning azobiga so'raydi. Ey insonlar, agar sizlar qayta tirilishdan shaklansanglar, gumoninglarning tugishi uchun aslidagi yoritilishinglarga qaranglar. Biz sizlarga Allohning qudratini bayon qilish uchun otanglar Odam alayhissalomni tuproqdan, uning avlodini oldi bilan obimanidan, ondan laxtiqondan, ondan shaklga kirgizilgan va kirgizilmagan parcha go'shtdan yaratdik. Biz xohlagan odamni bachchidanda muayyan muddatgacha qoldiramiz. Ondan sizlarni onanglarning qornidan bu vaqtga oltinglarda chiqaramiz. Ondan sizlarni asta-asta kuch-quvvatga to'ldiramiz. Sizlar kamolat yeshi, qiron vaqtinglarga yetisizlar. Ba'zinglar yoshlig'inglarda vafot bo'lib ketisizlar. Ba'zinglar ilgari bilgandan keyin hech narsani bilmas holtinglarga qaytarilishinglar uchun nihoyat qiyirib ketkicha hayot qoldirilasizlar. Alloh taolaning o'lganlarni qayta tirildirishga qodir ekanligini ko'rsatadigan yana bir dalil shuki, sen zaminni qoqas ko'rasan. Uningga biz yomg'ir yog'dirsak, u jonlanadi va ko'pishadi. Turli chiroyli o'simliklarni undirib beradi. Bu yana Alloh taolaning insonni va o'simliklarni yuqorqidek yaratishi, Allohning haq ekanligini, o'liklarni tirildira oladiganligini va har narsaga qodir ekanligini sizlarga bildirish uchundir. Shundaqla qiyomatning shaksiz bo'ladiganligini, qabrlardagi o'liklarni, o'lik zaminni, o'simliklarni undirish bilan tirildirgandek, Allohning tirildiradiganligini bildirish uchundir. Ba'zilar to'g'ri tonishga elib boradigan hech qanday haqiqiy ilmsiz, hidoyatsiz va nurli kitobsiz holda Alloh to'g'risida munozirlashadi. Uning munozirlashishi nuqul nafs xohishi va tarsoliqidandir. O kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun mag'rurona yuriydi. O dunyoda xorliqqa duchor bo'ladi, oxiratda uningga ko'ydirguchi o'tning azobini tetitimiz. Uningga xorliq bilan azob sening qilmishlaring, ya'ni kufring bilan gumrohliging tufaylidandir. Alloh bandalariga hargiz zulm qiluvchi emasdir deyiladi. Ba'zilar Allohga shak shubha bilan, ya'ni turaqsiz holda ibodat qiladi. Agar uningga yaxshilik yetsa, dinida turadi. Bundaq odam Allohga dili bilan emas, faqat tili bilan ibodat qiladi. Agar uningga baxtsizlik yetsa, dinidan yenib oladi. O dunyo va oxiratda ziyon tortadi, bu ro'shan ziyondir. O Allohni qo'yib foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinadi. Bu cho'nqur gumrohlikdir. O albatta ziyni foydasidan yaqin bo'lgan narsaga cho'qinadi. O ma'bud rostilla yomon madadkordir, rostilla yomon hamrohdir. Shubhisizki, Alloh iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Alloh haqiqatan xolig'ini qiladi. Ya'ni xohlagan odamga savob beradi, xohlagan odamga azob qiladi. Kimki Alloh payg'ambarga dunyo va oxiratda hargiz yordam bermaydi deb gumon qiladi ekan, u to'risqa og'amchi esib bo'g'ilib o'lsin. Qarasunki, uning bu tadbiri g'azabini bosa olamdi. Ya'ni Allohga payg'ambari Muhammad alayhissalomga yordam bermaydi deb o'ylaydi ekan, u esilib o'lib olsin. Agar bu uning xafaligini bosa oladigan bo'lsa, chunki Alloh payg'ambarga cho'qim yordam qiladi. Shuningga o'xshash, ya'ni ilgirki kitoblarni nozil qilganimizga o'xshash
Qur'onni Muhammad alayhissalomga ro'shan oyatlar qilib nozil qildik. Alloh xohlagan odamni hidoyat qiladi, ya'ni Allohdan boshqa hech hidoyat qiluvchi yo'q. Alloh xohlagan odamni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Mu'minlar, yahudilar, yulduzlarga cho'qing'uvchilar, nasorilar, majusiylar, ya'ni otashparastlar va mushriklar uchun qiyomat kuni Alloh haqiqatan hukm chiqaradi. Alloh haqiqatan hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Bilmamsanki, osmondagilar, ya'ni farishtalar, zimindagilar, ya'ni insonlar, jinlar va ziminda yashaydigan barliq maxluqotlar, kun, oy, yulduzlar, tog'lar, daraxtlar, hayvonot Allohga bo'ysunib, Allohning tasarruf qilishi bo'yicha harakat qiladi. Va nurg'un kishilar Allohga sajda qiladi. Nurg'un kishilar kufr sababli azobga duchor bo'ldi. Allohning xorlishiga uchirgan odamga hurmatlig'ichi chiqmaydi. Alloh haqiqatan xohlaganini qiladi, ya'ni azob qilish, rahim qilish, aziz qilish, xor qilish, boy qilish, kambag'al qilish Allohning xohishidagi va hikmatidagi ish bo'lib, Allohga hech kishi ta'arruz qilolmaydi. Mu'minlar va kuffarlardan iborat bu ikki firqa Parvardigori to'g'risida munozirlashdi. Ya'ni mu'minlar bilan kuffarlar Allohning dini ustida bas munozir qilishib, mu'minlar Allohning diniga yordam berguchi bo'ldi. Kuffarlar Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ldi. Kofirlarga o'tdan kiyimlar pichiladi. Ularning boshlari ustidan yuqori haroratli qaynoq suv quyiladi. Uning bilan ularning ichi bag'ri va terilari eritiladi. Ular to'mir to'qmoqlar bilan uriladi. Har qachon ular yetayotgan g'am qayg'uning qattiqligidan do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytariladi. Ularga ko'ydirguchi do'zax azobini tetinglar deyiladi. Alloh haqiqatan mu'minlarni va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda oltin bileziklarni va marvoyatlarni zinnat buyumlar qiladi. Ularning kiyimi yipakdan bo'ladi. Ular yaxshi so'zga, ya'ni kalma tavhidga hidoyat qilindi. Allohning yo'liga hidoyat qilindi. Kimki masjidi haramda zulm bilan gunoh qilmoqchi bo'ladi ekan, uningga qattiq azobni tetitimiz. O'z vaqtida Ibrohimga Baytullohning o'rnini tayinlab berdik. Uningga aytdikki, menga hech narsani sherik keltirmagan tavob qiluvchilarga, qiyomda turg'uvchilarga, ruku qiluvchilarga, sajda qiluvchilarga mening uyimni pok qilgan. Kishilarning orasida ularni hajga chaqirib nido qilgan. Ular piyoda va o'riq to'gilarga minib keladi. O'riq to'gilar yiroq yo'llarni besib keladi. Kishilar o'zlariga tegishli bo'lgan diniy va dunyoviy manfaatlarni ko'rsin. Belgilangan kunlarda, ya'ni qurbonlik kunlarida Alloh ularga rizq qilib bergan chorvamonlarni, ya'ni to'ga, qo'y, o'shkilarni Allohning ne'matlariga shukr qilish yuzidan Allohning ismini aytib qurbonlik qilsin. Sizlar qurbonliginglarning go'shidan yanglar, muhtojga, faqirga beringlar. Ondan ular kirlarini tozalasin. Ya'ni ihromdan chiqqandan keyin sochlarini, tirnoqlarini olsin. O'z ustiga olgan ibodatlarini ado qilsin. Qadimiy bayt, ya'ni Baytullohni tavob qilsin. Haj ibodati ana shudir. Kimki Allohning dinining ahkomlarini ulug'lasa, ya'ni haj jarayonida Allohning buyruqlarini bajar keltirib, ma'ni qilgan ishlardan cheklansa, bu Parvardigoringning dargohida uning dunyo va oxiratligi uchun yaxshidir. Sizlarga chorpaylardan Qur'onda haromligi bayon qilinganlardan boshqalari halol qilindi. Sizlar butlardan iborat nejisdan saqlaninglar. Yolg'on guvohlik berishdan saqlaninglar. Allohga xolis ibodat qilinglar, uningga sherik keltirmanglar. Kimki Allohga sherik keltiradi ekan, u go'yo osmondan tashlanib, qushlar uni ilib qochgandek yoki bo'ron uni ilib berib yiroq joyga tashlayotgandek bo'lib qoladi. Ish mana shundoq. Kimki diniy ishlarni, jumladan hajning amallarini, qurbonliklarni ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvodorligidandir. Muayyan muddatgacha, ya'ni bo'g'izlaydigan vaqtgacha qurbonlik mollardan seg'ib, nasllantirib, minib foydalanasizlar. Ondan uni bo'g'izlashga tegishli joy Baytullohning yinidir, ya'ni haramdir. Har ummat Alloh ularga rizq qilib bergan chorvalarni shukr qilish yuzidan qurbonlik qilganlarida Allohning ismini essin deb ularga qurbonlikni belgiladik. Sizlarning ilohinglar bir ilohdir. Uningga bo'ysuninglar.
itoatmanlarga xush xabar bergin. Ular shundoq kishilarki, Alloh yod etilsa, ularning dillari qo'rqib titraydi. O'zlariga yetgan arziyatlarga sabr qiladi. Namoz o'taydi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llarga beradi. Kabaga ilib beriladigan to'gini Allohning dinining alomatlaridan, ya'ni hajining ahkomlaridan qildik. Ularda sizlarga nurg'un foyda bor. Ularni qator qilib turg'izib, Allohning ismini tilga elinglar. Ya'ni bismillah denglar. Ular bo'g'izlanib jini chiqqanda, ularni yanglar, qanoatchan muhtojlarga va soillarga beringlar. Sizlarni shukr qilsin deb, o to'gilarni sizlarga bo'ysundirib berdik. Allohga ularning go'shtlari va qonlari yetib bormaydi. Allohga yetadigan faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Allohning sizlarning o'zining ahkomlariga yetaklaganligini ulug'lashinglar uchun Alloh ularni sizlarga ashundoq bo'ysundirib berdi. Yaxshi ish qiluvchilarga oxiratda baxtga erishadiganligi bilan xush xabar bergin. Alloh mu'minlarni cho'qim qo'g'daydi. Alloh har qanday xiyonatchi, noshukr bandani do'st tutmaydi. Hujum qiling'uvchilarga, zulmga uchirganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Alloh ularga yordam berishga albatta qodir. Ular faqat Parvardigorimiz Alloh deganliklari uchunla o'z yurtlaridan naqaydab chiqarildi. Agar Alloh insonlarni bir-biriga qarshilik ko'rsatgizmagan bo'lsa, rohiblarning ibodatxonalari, cherkovlar, yahudilarning ibodatxonalari va Allohning nomi ko'p yod etiladigan masjidlar albatta vayron qilinadi. Kimki Allohning diniga yordam beradi ekan, albatta Alloh uningga yordam beradi. Alloh albatta kuchlidir, g'olibdir. Allohning yordamiga erishishga haqliq bo'lganlar shundoq kishilardirki, agar ularni yer yuzida ustunlikka ega qilsak, namozni ado qiladi, zakot beradi, yaxshi ishlarga buyuradi, yomon ishlardan to'sadi. Ishlarning oqibati Allohga mansubdir. Agar Makka mushriklari seni inkor qilsa, sen tunji inkor qilinguvchi payg'ambar emassan. Sendan burungi payg'ambarlar inkor qilinib savr qilishgan. Ulardan burun Nuhning qavmi Ad xalqi, Savmud xalqi, Ibrohimning qavmi, Lotning qavmi, Madyan aholisi payg'ambarlarni inkor qilgan, Musa mo inkor qilingan. Kofirlarga muhlat berdim. Ondan ularni jazoladim. Mening ularga bergan jazoyim qanday ekan? Nurg'un shahar aholilarini zolim bo'lganliklari uchun aloq qildik. Shuning bilan shaharlarning uylarining o'gizlari o'rilib, ustiga tomlari yiqilgan, nurg'un tashlandi quduqlar va egiz imoratlar aholisiz qolgan. Ular zaminda sayr qilmadimi? Shuning bilan ular yana sayr qilib tushunadigan dillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lmadimi? Haqiqatan ko'zlarla ko'r bo'lmaydi. Lekin ko'kraklardagi qalblar ko'r bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ko'rlik ko'zning ko'rligi emas, dilning ko'rligidir. Qalbi ko'r odam ibrat olmaydi va tushunmaydi. Ey Muhammad, ular yana mushriklar masxara qilish yuzidan sendan azobning tez nozil bo'lishini talab qiladi. Azob cho'qim nozil bo'ladi, lekin uning nozil bo'lishining muayyan vaqt soati bo'ladi. Alloh va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Alloh bandalarini jazolashga oldirib ketmaydi. Haqiqatan Parvardigoringning dargohidagi bir kun sizlar sanaydigan 1000 yilchilikdir. Nurg'un shahar aholilari, zolim turg'uliq, ularga men muhlat berdim. Ular bu muhlatga mag'rur bo'lib ketdi. Ondan yana ularga uzoq muddat muhlat berganimdan keyin ularni jazoladim. Oxirat qaytadigan joy mening dargohimdir. Ey Muhammad, Allohning azobining tez nozil bo'lishini talab qiluvchilarga aytqinki, ey insonlar, sizlarga men haqiqatan oshkora ogohlantiruvchiman. Iymon etganlar va yaxshi amallarni qilganlar mag'firatga va isil rizqqa, ya'ni jannatga erishadi. Bizni ojiz bilib oyatlarimizni yo'q chiqarish uchun tirishquvchilar, ana shular ahli do'zaxdir. Biz sendan ilgari avatgan qaysi bir rasul, qaysi bir payg'ambar bo'lsin, u Alloh nozil qilgan oyatlarni yetkazib, qavmining hidoyat tepishini umid qilayotganda, shayton hamon uning ummidiga shubha soladi. Allah shaytonning sog'an shubhisini barbod qilgandan keyin o'zining oyatlarini mustahkam qiladi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Alloh taolaning mundaq qilishi dillarda kasal balani,
dillari qasovatlashib ketganlarni, ya'ni Allohning zikriga dili ermaslarni shaytonning solgan shubhasi bilan sinash uchundir. Zolimlar, ya'ni yuqoridagi munofiqlar, mushriklar haqiqatan Allohga va uning payg'ambariga qattiq adovatlidir. Allohning mundaq qilishi ilm ahllarining Qur'onning Parvardigorining tarafidan kelgan haqiqat ekanligini bilishlari, shuning bilan uningga iymon etishlari, dillarining Qur'onga bo'ysunishi uchundir. Allah mu'minlarni haqiqatan to'g'ri yo'lga boshlag'uchidir. Kofirlar toki ularga qiyomat ushtum tutkagicha yoki ularga qiyomat kunining azobi yetguncha Qur'ondan hamon shaklanadi. Bu kunda podshohlik yolg'iz Allohga xosdir. Allah bandalar orasida adil hukm chiqaradi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar turlik noz-ne'matlar va jannatlarda bo'ladi. Kofirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar do'zaxda xarqig'uvchi azobga duchor bo'ladi. Allohning yo'lida hijrat qilganlarga, ondan jihad qilib o'ldirilganlarga yoki kasal bilan o'lganlarga Alloh cho'qim yaxshi rizq, ya'ni jannatning mangulik ne'matlarini ato qiladi. Rizq berguvchilarning eng yaxshisi haqiqatan yolg'iz Allohdir. Alloh ularni albatta ular mamnun bo'ladigan joyga, ya'ni jannatga kirgizadi. Allah haqiqatan ularni mamnun qiladigan narsalarni bilguchidir, alimdir, ya'ni ularning dushmanlarini jazolashga oldirib ketmaydi. Ish mana mushundoq. Kimki qanchalik zulmga uchrab, shunchalik intiqomini olgan bo'lsa, ondan yana zulmga uchrasa, Allah uningga cho'qim yordam beradi. Allah haqiqatan nihoyat afo qiluvchidir, nihoyat mag'firat qiluvchidir. Shu narsa Allohning qudratining alomatlaridirki, Allah kechini kunduzga, kunduzni kechiga kirgizadi. Shuning bilan kechi bilan kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Allah bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir, ahvolni ko'rib turg'uchidir. Bu qudrat shuning uchundirki, Allah haqdir. Mushriklarning Allohni qo'yib ibodat qiladigan narsalari, ya'ni butlari batildir. Allah har narsadan ustundir, buyukdir. Allah'ның bulutdan yağmur yağdırıp beradiganligini, shuning bilan zaminni yeshil zarliqqa aylantiradiganligini ko'rmadingmi? Allah haqiqatan nihoyat mehribondir, hammadan xabardordir. Osmonlardagi va zamindagi shaylarning hammasi Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir, Allohning maxluqotidir, Allohning tasarrufi ostidadir. Allah haqiqatan hammadan behojatdir, hamda sanoga loyiqdir. Allohning yer yuzidagi narsalarni o'zining amr bo'yicha dengizda yurayotgan kemalarni sizlarga bo'ysundirib berganligini ko'rmadingmi? Osmonning zaminga tushib ketmasligi uchun Alloh osmonni to'xtatib turadi. Faqat Allohning izni bilan osmonning qiyomat bo'lgan chog'da tushib ketishi buningdan mustasno. Alloh insonlarga haqiqatan nihoyat shafqatlidir, nihoyat mehribondir. Alloh sizlarga hayotlik beradi. Ondan sizlarning jininglarni oladi. Ondan sizlarni tirildiradi. İnsan haqiqatan Allohning ne'matlariga noshukrlik qiluvchidir. Har ummat uchun bir shariat bekitdik. Ular shu shariatga amal qiladi. Mushriklar shariat ishida sen bilan jidallashmasin. Kishilarni Parvardigoringning ibodatiga da'vat qilgan. Sen haqiqatan shaksiz to'g'ri yo'ldadirsan. Agar ular sen bilan jidallashsa, aytqinki, Alloh sizlarning qilmishinglarni obdan biladi. Allah qiyomat kuni sizlar ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqaradi. Bilmamsanki, Allah osmon zamindagi shaylarni bilib turadi. Bu haqiqatan lavhul mahfuzda yozilgan. Bu yana bilish haqiqatan Allohga oson. Ular Allohni qo'yib ibodat qilishning durustligiga Allah hech qanday dalil tushirmagan narsalarga va o'zlari bilmaydigan narsalarga cho'qinadi. Zolimlarga hech qanday madadkor yo'q. Kafirlarga bizning ro'shan oyatlarimiz o'qib berilsa, ularning chehrlarida qo'shimisi turliganlikdan inkor qilganliklarini ko'rsan. Ularning bizning oyatlarimizni o'qib berguvchilarga hujum qilg'ili tas qolganligini ko'rsan. Aytganki, sizlarga men buningdan yomonrog'ini aytib beraymi? O do'zaxdir. Alloh uni kafirlarga va'da qildi. Ular qaytib boradigan joy nima degan yomon? Ey insonlar, bir misol keltiriladi. Onunğa quloq selinglar. Shubhisizki, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlarning hammasi yig'ilgan taqdirdimi bir chivinni yaratolmaydi.
Ahli ba odam qandoqmi mushundoq butlarni ma'bud qilib olib ularga cho'qinadi? Chivin ularning badanidan bir narsani, ya'ni butqa surkab qo'yilgan xushbiroq bir narsani ep qatsa, uni chivindan tortib ololmaydi. Butmi va uningga cho'qing'uvchimi ojizdir. Ular arzimas butlarni Allohga sherik qilib olib, Allohni tegishli ravishda ulug'lashmadi. Shubhisizki, Allah haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Allah farishtalardanmi payg'ambarlarga vahiy yetkazish uchun, insonlardanmi shariatni bandalarga yetkazish uchun elchilarni tanlaydi. Allah haqiqatan bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir, qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Allah ularning oldidagi narsalarni, ya'ni ularning hozirgi ahvolini va hozirgi ishlarini va orqasidagi narsalarni, ya'ni kelgusidagi ahvolini va kelgusidagi ishlarini biladi. Bandalarning ishlarining hammasi Allohga qaytariladi. Allah ularga ya mukofot, ya jazo beradi. Ey mu'minlar, baxtga erishishinglar uchun ruku qilinglar, sajda qilinglar. Ya'ni tazarru bilan namoz o'qinglar, yolg'iz Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Yaxshi ishlarni qilinglar. Allohning yo'lida pul melinglar bilan, jininglar bilan toqatinglarning yetishicha jihad qilinglar. Allah diniga yordam berishga ummatlar orasidan sizlarni tanladi. Eng mukammal shariat va ulug' payg'ambarni sizlarga xos qildi. Sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Sizlarni toqat qilolmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi. Bu otanglar Ibrohimning dinidir. Bu to'g'ri din bo'lganligi uchun uni mahkam ushlanglar. Allah sizlarni ilgari, ya'ni Qur'ondan ilgirki kitoblarda musulmon deb atagan edi. Qur'onda mushundaq atadi. Allah payg'ambarni sizlarga guvoh bo'lishga va sizlarni kishilarga guvoh bo'lishga tanladi. Namoz o'qinglar, zakat beringlar, Allohga yepishinglar. Allah sizlarning eganglardir. Allah nima degan yaxshi ega, nima degan yaxshi madadkor.